Muzlatgichingiz oldiga kelganda, undagi dog'larni ko'rib, har kuni tozalashga majbur bo'lasizmi? Keling, men sizga yaxshi yechim taklif qilaman. Qarshi oling Zifler'dan RFTF 535S modelimiz. Ushbu modelimizni qancha qo'lingiz bilan teksangiz, yosh bolangiz bo'lsa, har kuni kelib teksa ham hech qanaqa o'zidan dog' qoldirmaydi va bu uy bekalari uchun eng yaxshi tanlov. Ushbu xolodilnigimizni polkalarga alohida e'tibor berishingiz kerak, chunki bu mustahkam shishadan yasalgan va 45 kilogrammgacha bo'lgan mahsulotingizni bemalol ko'tara oladi. Ko'rinishini o'zingizlar ko'rib turibsizlar, premium darajada. Hajmiga keladigan bo'lsak, umumiy hajmi 527 litr va bundan sovutish qismi 412 litr, muzlatgich qismi esa 115 litr hisoblanadi. Ushbu muzlatgichimizdagi no frost texnologiyasi tufayli endi siz har haftada buni muzdan tozalashingizga hojat yo'q, chunki bu o'zida muz yig'maydi. Ushbu xolodilnigimiz invertor motorli bo'lib, yiliga energiya sarfi 315 kilovat bo'ladi va bu sizga yillik energiya sarfini kamaytirishga yordam beradi. Ushbu xolodilnigimizning narxi 7 550 ming so'm.